Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Mana bugun biz Asakabank tomonidan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida amalga oshirilayotgan Toshkent viloyatining Parkent tumani Qo'rg'on Mufi hududidagi 6188 sonli konturdamiz. Bu yerda asosan uzum navi yetishtiriladi. Uzumning toifa, rizamat hamda qora kishmish navlari yetishtirilar ekan. Bu yerda umumiy maydoni 11.4 gektar bo'lib, 23 ta dehqon xo'jaligidan iborat. Bu yerdagi umumiy Parkent tumanida barcha uzumlarni yetishtirish uchun kerakli bo'lgan kimyoviy dori vositalari va yana boshqa kerakli mahsulotlar Oltiariq Agrostar MCH tomonidan yetishtirib berilishi ko'zda tutilgan. Bu yerdagi uzumlar mana qishki ko'mishlardan endi ochilgan, hali barg chiqarishga ulgurmagan. Uzumlar endi simlarga taralgan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana simlarga taralganligini. Hali gullash tugul barg chiqarishga ham ulgurmagan. Sababi bu tog' yonbag'ri hisoblangani sababli havo salqinligidan kelib chiqib shunday ahvolda hozirgi kunda, shunday holatda. Bu yerda bu loyihamizning umumiy qiymati 1 milliard 200 hisoblanib, shundan 1 milliard u hisobidan bo'lsa 200 million bank mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Bu Asakabank tomonidan bu yerda dehqon xo'jaliklari bilan doimiy ravishda ishlash yo'lga qo'yilgan. Ularda kerakli muammolari, takliflari yo bo'lmasa kredit ehtiyojlari mavjud bo'lgan dehqon xo'jalik kredit ajratishlari ko'zda tutilgan. Bu yerda yillik yetishtiriladigan mahsulot 220-230 tonnani hosil tashkil qilgan bo'lib, shundan umumiy daromad 3 milliard 400 dan oshish ko'zda tutilgan. 3 milliard 400 bo'ladigan bo'lsa, har bir yer egasi uchun o'rtacha 140-150 milliondan daromad olish ko'zda tutilgan. Bu yerda asosan lalma yerlar hisoblanib, suv ichmasdan shunday yetishtiriladigan ko'chatlar ekilgan. Ko'rsangiz bu yerdagi manzaralar juda chiroyli bo'lib, mana konturning keyingi pastlaridan narigi tomonlardan to'liq uzumlar mana shu konturga, barchasi konturga qaraydi. Dehqon xo'jaliklari tomonidan mana shu mahsulotlar yetishtirilib kelinmoqda. Asakabank tomonidan doimiy ravishda qo'llab-quvvatlanib kelinadi.